Assalomu alaykum. Kanalimizni kuzatib boruvchilar, mana sizlarga yangilik bilan bu yil chiqyapmiz. Mana shu apparatimiz gong sochadigan apparat. Bu 5 tonnaligi. Dalan ichiga kirib turib 90 cm, 80 cm joyda bemalol gong socha oladi, mineral o'g'itlarni socha oladi. O'shanga mo'ljallangan. Buni hozir yana boshqa turi ham bor, uni ham ko'rsatamiz. Buni narxi naqd pulga 40 million so'm, 45 million so'm ikki xil narxda chiqyapti. Bo'yi balandi 45 million so'm, bo'yi pasti 40 million so'm. Va pul ko'chirish, перечисление yo'li bilan ham fermerlar bilan ishlayapmiz. Bemalol zakaz bersalaring bo'laveradi. Buni qulayligi o'sha traktor vomiga ulanadi. Hamma harakat orqada ikkita parraga bo'ladi. Parraga aylanib turib gongni sepadi. Mana shu orqa tomonida hozir narigisida ko'rsatamiz, luki bor. Hop, mana buni traktorda oldi vilkasi qo'yib turib, presepti baloni qo'yiladi, yerdan ancha balandda turadi. Yana bir videolarni qo'yib boramiz. Hozir mana yonlariga uporlar berilyapti. Bunkerda listi toza 3 mm bo'ladi. Ancha baquvvat narsa chiqadi. Ramalari ham 3,5 mm stenkadagi 15 ga 8 profildan foydalanilgan. Mana bu bo'yi past holatdagisi, обычный holatdagisi. Buni narxi 40 million so'm. Bu 4 tonnaligi. O'sha oldidan harakat kirib boradi. Buni biz hozir bo'yini past qilib turib, juda ham bo'yi pasaytirilgan bog'ning ichida gong sepish uchun mo'ljallanyapti ko'chatlarda tagiga. Hop, qolaversa ichidagi gongni zavodskoylarda temir simli bo'ladi, o'ziniki simdan sep yasalgan bo'ladi, maxsus qilib. Biz unaqangi simni qo'ymaymiz-da, zavodskoy sep qo'yamiz biz. 3 qatorli qo'yib beramiz, moshni chiqadi. Hop. Mana ichki qismlari, mana shu ichki qismida gongni tortib chiqib ketadigan moslamasi bo'ladi. Hozir buni universitetda ishlaydigan domlalar ixtirosi ekan, biz buni tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa, ularni yuzini yorug' qilib beramiz. Yonboshdagi ko'rinishlari. Buni ishlash prinsipi sal endi boshqacharoq bo'ladi, ixtiro bo'lganligini hisobga, lekin обычный holatdagisida shunday bo'ladiki, orqasida shu ikkita parrak turadi. Gongni olib chiqib turib, parrakni ustiga tashlaydi, parrak sepib beradi. Xuddi dori sepadigan neroni bilasizlar, ana shunday ishlaydi. Mana shu orqa tomonida luki bor. Lukni silindr bilan traktorda ichida turib boshqarsa bo'ladigan holatda qilib beramiz. Fasol kombaynlar kimga kerak bo'lsa, fasol kombaynlar ham tayyorlab chiqaryapmiz. Уже buni ham sezoni boshlanyapti. Yana nimalarni ko'rsatsak bo'ladi? Menimcha shular yetib ortadi. Zakaz bersalaring bemalol tayyorlab beraveramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib, kraskalarigacha sepib, 1 yil garantiyalari bilan naqd yoki перечисление yo'li bilan ham to'lov qilsalaring bo'laveradi. Plastik karta ham olaveramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib, kimga shunaqangi texnikalar kerak bo'lsa, jo'natib qo'ysalaring bo'ladi. Yana bitta narsa hozir videoning davomida qo'shib ketaman. Mana shu narsadan fermada quruqlik sachishda ham foydalansa bo'ladi. Bu narsani orqasini moslab turib, mollarga traktorda oxirda mollarning oxiriga yem tarqatsa ham bo'ladi. Orqa qismi o'zgaradi xolos. Qolgan joylariga tegilmaydi, ichib turaveradi. Sizga shunday universal narsa qilib beramizki, xolasiz gong sepasiz, xolasiz seluz berasiz molingizga, xolasiz deylik quruqlik sepasiz. Bitta apparatda 3 ta ishni bajarasiz bo'ladigan holatda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.